alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni tugatib qoldik. Bu obyektimiz 20 kilovat 10 grid. Bu obyektimizda Haymi X10 quyosh panellaridan foydalandik. Ya'ni 635 watt. Bu yerda panellarimiz 30 gradusda qo'yildi. Xonadonimiz ham o'zi quyoshga 180 gradusda qarab turgan ekan. Juda effektiv baland joyga qo'yilgan. Ko'rib ko'rishlaringiz mumkin. Ertalab quyosh chiqqandan keyin botimizga tegadigan joyga qo'yganmiz. Panellaringiz keladigan bo'lsa, o'sha juda mashhur bo'layotgan Haymi X10 panellari, ya'ni bu panellarimizni ko'rib turishlaringiz mumkin. Обычный panellarga nisbatan ichida simlari yo'q. Simlar orqa tomondan yurgan. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Shuni hisobiga bu panellarda soyalanish, ya'ni soyalanmaydi. Soyalanganda o'sha qaysi plastinasi, ya'ni yechikasi soyalansa o'sha ishlamaydi. Qolgan yechikalar ishlayveradi, ta'sir qilmaydi. O'sha texnologiya bo'yicha hozir bu panellar juda oldinda. Agar sizga ham shunaqa panellar qiziq bo'ladigan bo'lsa, qo'ydirmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Olib borib o'rnatib beramiz. Sifatli va hamyonbop ishlar qilib beramiz. Albatta kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling.